Şimali Amerika'da Uygurlarning eglik tiklash o'rnaklaridan misollar. Mazkur yozma Eglik tiklash melodiyasi nomli kitobdan ilingan parcha. Amerikada Uygurlarning soni hozir xil ko'payib qoldi. Bularning ko'pinchisi shirkatlar va idora jamiyatlarda ishlaydi. Ammo ularning ichida o'z oldiga eglik tiklab, ya'ni o'z oldiga tijorat qilib ish o'qitini ilgari surayotganlar ancha ko'p emas. Bilishimcha, kompyuter texnikasi va uchur bilimlarini o'rgatadigan texnika maktabi ochgan qarindoshlarimiz Amerikada bor ekan. O'tganda men Amerika ovozi radiosining o'zbek tilidagi kanalining mushundaq bir maktab ochgan Uyg'ur yigit haqidagi xabarini ko'rdim. Demak, bu yigitning tiklayotgan egiligi ma'rif mulozimat asosida bo'lib o'tibdi. Undan sirt öy mülk ticareti, yemek-içmek mülazimati, öy binalarını o'ngshash, tuzash, bizash, yani sırçılık ve suvaqchilik şirketleri ve qatnash transport şirketlerini qurib, puxta bo'lgan moddiy asosni tiklayotgan qarindoshlarimiz Shimoliy Amerikada, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Kanadada ko'payishga boshladi. Ammo boylik haqida maslahatchilik bilan shug'ullanadigan xususiy doktorxona ochgan Baj maslahatchiligi mulozimati bilan shug'ullangan Uyg'urlarimizning borligini men texi anglab baxmadim. Falsafada, to'g'risini aytganda dialektikada son o'zgarishi sifat o'zgarishini paydo qildi deydigan qarash bor. Ya'ni shayning soni ko'payib, ma'lum miqdorga yetganda, uning sifatida o'zgarish bo'ladi. Masalan, New Yorkning Manhattan'da dunyoda nomi bor Xitoy mahallasi bor. Chunki bu yerga eng dastlabida Xitoyning Guangdong o'lkasidan kelganlar to'plashgan bo'lsa, o'tgan asrning 80-90-yillarda Fujian o'lkasidan kelganlar to'planishga boshlagan. Bu yerdagi Xitoylarning soni bir necha 100 mingga yetadi. Ular bu yerda o'z mamlakatida yashagandanmi erkin holatda yashaydi. Texi Linzeshui bilan Kongzining haykallarini u yerga tiklab olishgan. Odam sonining ko'p bo'lishi bilan bu yerda nisbatan qaynoq bo'lgan bir ijtimoiy va iqtisodiy hayotni barliqqa keltirgan. Egiz binolardagi shirkatlar va banklarning yanida ularning har xil narsalarni sotadigan do'konlar bo'lib, hatto ko'chada yaymachilik qilib, saxta atirdan tatib, saxta soat va saxta Gucci markali sumkalargacha, oltin zimzinatdan tatib, meva ko'ktatgacha, kiyim-kechakdan tatib, elektr saymonlargacha bularni sotadigan Xitoylar ko'rmang. Va hatto odam bediklarga pul berib New Yorkga kelib olgan mozdos va ko'chada erxo'chilib o'tgan kechganlarning bergan puliga tayinib yashaydigan, ammo bir ig'iz inglizchami bilmaymi, moddiy ehtiyojlaridan chiqib yashaydigan Xitoylarmi xili bor. Xitoylarning bu mahallasi New York shahridagi danglik sayohat rayoni bo'lib, sayohatchilar ko'p boradi. Shuningga masalda bu yerda necha yuzilgan restoran, oshxona, mehmonxonalar bor bo'lib, bular mana shu necha yuz mingdek Xitoyga xizmat fursati yaratib berishgan. Bu xil son ularning Xitoy madaniyatini Amerikadagi ochiq va demokratik davlatda saqlab qolishi ham Xitoy bo'lib yashashiga va hamda ularning ijtimoiy, iqtisodiy ham siyosiy kuchining zo'rayishiga turtki bo'lgan. Son o'zgarishining sifat o'zgarishiga yana Amerikaning Minnesota shtatining 5-parlament rayonidan Amerikaning Avam palatasiga 2019-yili parlament a'zosi bo'lib saylangan İlhan Ömerni misol qilib elishga bo'ladi. O Somalida tug'ilib, oilasi bilan Amerikaga kelib panohlik tilagan va 2000-yili 17 yosh chig'ida Amerikaning fuqaroligiga o'tgan. İlhan Ömerning avval Minnesota shtatining parlamentiga, keyin markaziy hukumatning parlament a'zolik saylimiga tushib, g'alaba qozonishida Minnesota shtatiga to'plangan soni ko'payib berayotgan Somaliliklar jamoatining kuchi muhim rol o'ynagan. Bundaq aytganda, İlhan Ömer sapa ham iqtisodiy kuchi zo'rayotgan Somalilik qarindoshlarining qo'llashiga erishgan uchunlar bugungi mushkunga kelib, Amerika parlamentidagi 2 musulmon parlament a'zosi ayolning biri bo'la oladi. Ilgari men vatandagi Uyg'urlarimiz qandaq eglik qilyapti degan nuqtadan masalaga nazar solgan bo'lsam,
Yaqinqi bir necha yildan beri, yana bizni millat sifatida tarixda misli ko'rilmagan qabahat bosgandan buyon o'zim ko'zim chet eldagi Uyg'urlar nima ish qilishimiz kerak va nima qila olamiz deb savol qo'yadigan va o'ylagan bo'ldim. Albatta, bu savollarni men o'zimga qo'ygandek, boshqa Uyg'urlarni o'ziga qo'ydi va har xil javoblarni tepishidi deb o'ylayman. Ammo bir odamning o'ziga qo'ygan savoli uning bilish doirasida bo'lgani uchun uning javobimi uning imkoniyatining cho'risida bo'ladi. Shunday bo'lganlikdan men iqtisod, ma'rifat haqida va texnika ham uchurg'a tayinib yashayotgan jamiyatning alayligini chiqish qilib, igilik tiklashning usullari va imkoniyatlari to'g'risida izlanishga tushdim. Shunga uzluksiz turda diqqatini chekkan ish va voqea, yangilik ham hodisa haqida tug'ilgan o'y va paydo bo'lgan fikrlarni ko'ngil havonchamda so'qib keldim. Jumladan, Uyg'urlarning har qaysi sohalarda igilik tiklash mumkinchiligini ham o'ylab baxdim. New York Paychika bozorida pey bozori qilingan shirkat qurish uchun qaysi sohada ish boshlashi kerak bu Uyg'urlarimiz? Zamonaviy texnik sohasimi, pul muomala va yoki ishlab chiqarish sohasimi va yoki yemak-ichmak tashqi savdimi? Men ham yana o'lchamlik imtihonlarning savollarini ishlaganda ko'p xil tanlash savolining to'g'ri javobini darhol bilolmagan sharoit ostida qo'llanadigan yo'qotib tashlash usuli, process of elimination nima qo'llanib baxdim. Zamonaviy texnik sohasimi? Yo'q, hozircha bu mumkin emas. Pul muomala sohasimi? Yo'q, bu hozircha mumkin emas. Men yana Amerika ko'chman bo'lib kelgan xalqlarning tirikchilik yo'llari haqidagi tirkishlarga ham diqqat qilib keldim. Bu haqda kitobning yuqorqi qismida to'xtalganim uchun bu haqda ba'zi mazmunlarni takrorlamayman, ammo yangi kuzatishlarımni ko'pchilik bilan o'rtoqlashaman. Amerikaliklar bilan suhbatlashganda qaramoqqa o'xshash, ammo mohiyatdan farqli shaylar o'rtasidagi munosabatni tushuntirmoqchi bo'lganida, ular bu ikki ish olma bilan apelsindak narsalar degan iborani doim ishlatadi. Uyg'urlar O'rta Osiyolik xalq, ham O'rta Osiyoda yashab kelgan turkiy millatlardan bo'lgan o'zbek, tatar, qozoq, Azerbaycan, turkman va qirg'izlar bilan yiltiz tutash qarindosh xalq. Bu xalqlar bilan o'zimizni solishtirsak, balkim olma bilan apelsinni solishtirgandek bo'lsin. Ammo Amerika ko'chman bo'lgan bu xalqlarning bu yerdagi yashash ham tirikchilik faoliyatlarini bu shu yerlarda yashayotgan Uyg'urlarga solishtirma qilib beqishga bo'ladi. Bularning ichida tatarlardan boshqa hammasining mustaqil davlati bor. Shundaq bo'lsa, ularning o'z vatanlaridan ayrilib Amerika ko'chman bo'lishining sabablari haqida. Chunki ular mustaqil davlat bo'lgani uchun Amerikaning ko'chmanlik lotereya berdiga erishgani uchun osonlik yerlasha oladi deb tushunsak yoki tushundirsak yetarli emas. Oldi bilan ularning mustaqil davlat bo'lganining o'zila biz bilan bo'lgan mohiyatli farq. Ammo ularning bu yerlarda bizga o'xshash yashayotganlarning kundalik hayoti duch keladigan masalalar asosan bizniki bilan o'xshash. Shundaq bo'lganlikdan men Amerikada yashayotgan bu to'plamlarga diqqat qildim. Oldi bilan diqqatimni tarqini o'zbek qarindoshlar bo'ldi. 2015-yil yozda O'zbekistonning danglik naqshchisi Yulduz Osmanova New Yorkka kelib o'yin qo'ydi ekan deb anglab, New York, New Jersey va Pennsylvania shtatlariga aqam sayla New York shahriga Yulduz Osmanovaning o'yinini ko'rib Mundaq aytganda, Yulduz Osmanovaning dadisi Uyg'ur deb anlaganimiz uchun ham o'zbek tilini biz bevosita tushuna oladigan bo'lganimiz uchun Yulduzning konsertiga bordik. Ko'rdimki, teatrxona liq o'zbeklar bilan to'shib ketgan. Ham teatrxonaning oldi o'yin ko'rgili kelgan odamlar to'pi bilan qaynab ketgan bo'lib, bayni kichik Toshkentning tuyg'usini beradi. Garchi Yulduz Osmanova Uyg'ur dadasining o'rmisi uchun bo'lsa-mu, biror Uyg'urcha naqsh aytib bermagan bo'lsa-mu, ammo men uning o'yinini ko'rgili borganimdan rozi bo'ldim. Chunki u yerda ko'rgan manzara meni o'ylantirdi. O'yinga kelgan o'zbeklarning ichida an'anasini saqlab qolgan cho'ng va o'tir yoshliklarmi? Amerikachilashib ketgan yoshlarmi bo'lib, ularning hammasidan bir xil ozodlik, xo'shallik va o'zlik chiqib turadi. Men buncha ular o'zbeklarning qandaqsiga bu yerga kelarligini hayron bo'lganimni ifodalasam, haqam saylardan biri ularning ko'p qismining Amerikaning ko'chmanlik lotereyasiga erishib Amerikaga kelganini, avval birisi kelib, ondan oilasini kelib, sonining ko'payib ketganini va ularning New Yorkning ba'zi yerlarida avat restoran va do'konlarning borligini aytib berdi. Hamda kechda o'yin tugagandan keyin yarim kechaga yaqin vaqt bo'lsa-mu, bizni Toshkent bozori deb yangidan qurilgan Talla bozori boshlab berdi.
Bu bozor cho'ng bo'lib, yemak-ichmakdan tortib O'zbekistonning yerlik mahsulotlarining hammasi tepiladi ekan. Nurg'un o'zbek xodimlar bu do'konda tinim topmay ishlaydi ekan. Amerikaning Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahrida o'zbeklarning bir dangliq Samarqand restorani bo'lib, u yermi bakmag'mig edi. Ya'ni u yerga borgan har bir o'zbek kishi bu elda ancha yasrab qolmaydi. Demak, ma'lum bir iglikmi odam bilan bo'ladi, ham ba'zi iglikning milliyligi bo'ladi. Mana bu shtatlardagi o'zbeklarning sonining zo'rayishi ularga muayyan yuksalish imkoniyati bergan. Oldi bilan ular qonun bilan idora qilinadigan demokratik boy ham qudratli davlatda asosiy qonunda belgilangan har qaysi haq-huquqlardan bahramand bo'lib ozod yashaydi. Ikkinchidan, o'zlariga xos iglik sistemasini barpo qiladi. O'zbekistonning mahsulotlariga Amerikada bozor etish orqali O'zbekistondagilarga xizmat fursati O'zbekiston hukumatiga Amerika dollari yaratib berdi va savdo aloqasini kuchayishga erishib, O'zbekistonning fan texnika, ma'rifat va iglik boshqarishlariga to'p qo'shdi. Amerikada tug'ilib cho'ng bo'lgan o'zbek farzandlaridan har xil talantli kishilar yetib chiqib, bu davlatda keyingi bir siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy kuch bo'lib qolmay, o'zbek xalqining zamonga mos holda taraqqiy qilishiga, dunyo millatlarining keyin qolmasligiga turtki bo'ladi. Yaqinqi 10 necha yil ichida Amerikaga kelib yerlashayotgan o'zbeklarning sonining ortishiga ergishib, ular Amerikaning iqtisodining har qaysi tarmoqlarida igiliklab, bir tarafdan o'zini iqtisodiy jihatdan yaxshilasa, ya'ni bir tarafdan o'zbek iglik tiklovchilar qurgan shirkatlar yoki boshlagan tijoratlar, yana nurg'un o'zbeklarning shu yerlarda xizmat etib, non yeyishga fursat yaratib bermoqda. Yaqinda bizning Baybolliq qarinishimizdan biri, aka, sizning qirg'iz xalqi xeli muhabbatingiz bor, ko'rib beqing deb bir film yo'llab qo'yibdi. Film Amerikaning Chicago shahriga yaqin Arlington Heights degan yerga yerlashgan qirg'iz jamoatining turmushi haqida ekan. Men qirg'iz tilini yaxshi tushunadigan bo'lganim uchun bu filmni tafsiliy ko'rib chiqdim. Bular cho'ng bir binoni qirg'iz jamoatining $1 million pul yig'ishi bilan setib olibdi. Yer osti uyi bu 2 qavatlik binoning yer osti uyi va birinchi qavatini bu yerga yerlashgan qirg'iz jamoati faoliyat uchun ishlatadigan. Ikkinchi qavatida Manastis yo'llanmasi nomli qirg'izlar qurgan cho'ng transport shirkatining ishxonasi bor ekan. Bu $1 million pulning yarmini jamoat yig'ibdi, yarmini ashu qatnash transport shirkati beribdi. Bu yerga yerlashgan qirg'izlarning soni 15 mingga yaqinlab qolibdi. Bu jamiyatning prezidenti Nurdin ismli 32 yoshlik yosh qirg'iz yigit Qirg'izistondan kelgan bir muxbir yigitga u yerdagi qirg'iz jamoatining faoliyatlarini tafsiliy tanishtirib chiqdi. Ularni xuddi bizga o'xshash o'zligini saqlashga baktirchilik ko'rsatibdi. U yerda 3,5 yosh bilan 12 yosh orasidagi qirg'iz o'smirlarga qirg'izcha dars o'tar ekan. Xatmi Qur'on, nazr chiroq va to'y-to'kin bayramlarni tabriklash faoliyatlari mushu markazda ilib berildi ekan. Bu jamiyat ham qirg'iz tili va madaniyatini Amerikada saqlab qolish uchun tirish bilan birlikda jamoatni tashkillab, bir-biriga yordam qilib, qirg'iz jamoatining gullanishini qo'lga keltirib o'tibdi. Nurdin ismli yigitning aytishicha, Chicagoga dastlab kelgan qirg'izlar taksi haydashgan bo'lib, uning o'zi 1 yil taksi haydagan ekan. Taksi haydagan qirg'izlarning soni ko'paygan sari ular mashinasini to'xtatib qahva ichadigan, tamoq yeydigan bir yerning zo'rligini his qilib, qirg'iz yemak ishxonasini quribdi, ichibdi. Demak, qirg'izlarning yeginini qirg'iz kishi pishirdi, uni qirg'iz xaridorlar oladi. Bu hamma jihatdan bu yerga qirg'iz jamoatiga foydali albatta. Ularning orasiga biraylar uchur texnikasi kasbini o'qib, yaxshi xizmat topganligi uchun u qirg'iz qarindoshlarini mush kompyuter texnikasi bilan aloqador kasblarni o'qish qiziqtiribdi va bu haqda maktab uchuri bilan ta'minlabdi. Natijada hozir Chicagodagi qirg'izlar taksichilikni tashlab, kompyuter texnikasiga aloqador bilimlarni o'rganib xizmat etibdi va mush sohaning kasb-ekillariga aylanibdi. Nurdinning deyishicha, ular Amerikada qirg'iz shaharchisini barliq keltirishni nishon qilib etibdi. Uning oxirida degan bu so'z diqqatimni chekdi. Vatanimiz Qirg'izistonga yaxshilik tilaymiz. Biz bu yerga qirg'izlar Amerikaning yaxshi sharoitidan foydalanib, ilg'or taraflarini o'rganib, Qirg'izistonning gulnishiga to'p qo'shimiz. Nurdin ismli bu yigit yana Teksasda qozoq jamoatining barlig'ini, o'zlarining o'zbek va turk jamoatlari bilan izlashib, munosabat qilishib, yaxshi o'tadiganligini aytdi. Men uning og'zidan Amerikaning Teksas shtatida cho'ng qozoq jamoati borligini bildim. Amerikaning Massachusets shtatida turk jamiyatlari bor bo'lib, bu yerda yashaydigan turk qarindoshlar
Farzimcha jamiyatning hamma sohasida az to'ldimba. Ularning ba'zilari uy ko'chirish, to'sh shirkatlari qurgan, restoran ochgan. Amerikada dukkan ham savdo saroylar markazlik joylashgan yerlarni mo'l deb atashadi. Shu mo'llarga borsangiz, u yerda Qashqarning ko'chalarida tanzikashlar, g'altaklik harvida, kishmish, purchoq, langpo va o'pka esib, ham kalla paqachoq sotgandek g'altaklik harv do'konini ichilib, har xil narsalarni sotayotgan kishilarni ko'rasiz. Damalliqqa bu davlatga yangi kelgan ingliz o'qimaydiganlar avval bu shunday yerlar ishlaydi. Men dastlabda bu xil tijoratni qilib, qanchalik pul topqil bo'ladi deb o'ylabdiman. Ammo ba'zilar har bir mo'lg'i mushunaq do'kondan 2-3 tun ichib qo'yib, iyiga 50-60 ming dollar sap payda oldi ekan. Bu albatta intayin yaxshi payda. Yaqinda medialarda Kanada hukumatining 3-bir davlatda musofir bo'lib qolgan Uyg'urlardan 10 ming nafarni ko'chmanlik qabul qilish haqida xabarlar berildi. Agar Shimoliy Amerika qit'asiga joylashgan bu davlatga aytilganidek 2 yilning ichida 10 ming Uyg'ur yerlashsa, ya'ni ular markazsiz holda ma'lum bir jo'grafiyalik doiraga yerlashsa, Uyg'urlarning sanjiyatdan bir cho'ng jamoat bo'lishiga, ijtimoiy hayotning har qaysi taraflarida Uyg'urlik alayligini saqlab va taraqqiy qildirishga foydali vaziyat yaratilgan bo'ladi. Albatta, buncha odamning terishlik ehtiyoji ham muayyan iqtisodiy sistemani barliq keltirdi. Ya'ni uy-mulk, uy bezash, oshxona, mehmonxona, tashqi savdo, ma'rif, saqlanib saqlash, bank sohalarida va ham yerlik hukumatning shundaqla Kanada shirkatlarida xizmat qilgan Uyg'urlarni paydo qildi. Muayyan moddiy sharoitni yaratib olgandan keyin hozirgi zamon xos tafakkur qiladigan, qila oladigan yoshlar yetishib chiqdi. Ya'ni korxonchilar, siyosiyonlar, sotchilar va boshqa ma'murlar degandek kishilarimiz bu davlatda cho'qim yetishib chiqdi. Ko'z yetib kelish bilan Amerikaning Sharqiy Angliya rayoniga joylashgan Massachusets shtati ajoyib chiroyli bir tusga kirib, go'yo tavslardek yasinib go'zallashib ketdi. Ishlab chiqarishni insonlarla takrorlab bo'lmaydi, tabiatmi ilib boradi. Rangaranglikka cho'kkan tabiat go'yo Da Vinci'ning maybuyoq rasmlaridagi go'zallik jon kirgandek ko'z oldingizda zohir bo'ladi-da, uyingizda o'ltirib sirtqi nazar silayotgan sizning ortiq o'ltirishingiz kammaydi uyda. Shanba kuni tushga yaqin mazgilida. Ko'z go'zalligiga bo'lgan shaydoliq meni uyimdan 5 chaqirim yiroqlikka boj qilib bordi. Ranglik purgangan daraxtlar bilan samoviy ko'rkamlikka to'lgan bog'chining ichida ketib o'tib, o'zimning xiyollarga tutilayotganimni his qildim. Bog'chining ichida mening bilan ketayotgani Uyg'urlarning egdiklash haqidagi o'y xiyollar edi. Buningdan taxminan 30 yillarcha burun oliy maktabda inglizcha o'rganib yurgan chaqlarimda Xitoy o'quvchilariga dars qilib o'tiladigan Universitet inglizchasi degan dars kitobda ilmiy boshqarish ilmining otasi deb atalgan Frederick Winslow Taylorning zavodlarda emgak unumdorligini oshirishning usuli haqidagi yozmasidan ilg'an bir o'qishlik bo'ladigan. Menga u yozma o'z vaqtida bak ta'sir qilgan va shu sababli bu odam haqida iznib ko'rgan edim. Chunki bizdan bir asr ilgari yashagan odamning kishilarning xizmat unumdorligi haqidagi izlanishi va ilmiy boshqarish haqidagi tafakkuri bo'lib, uning o'tmishda odam amali birinchi o'rin qo'yiladi, kelgusida tuzum birinchi o'ringa qo'yiladi degan so'zi amdilikka reallik aylanib bo'lgan edi. Bu odamning tuzum amilini yakka odam amalidan ustun ko'rish iddiasi bo'yicha ish ko'rgan amerikalik ilg'ituvchilar keyin dunyoda ta'siri kuchli bo'lgan cho'ng shirkatlarni qurishdi. Demak, bir jamiyatning gullanishida kishilarga ishonch va umid bag'ishlaydigan bir idea intayin muhim. Kashki bizning korxonachilarimizmi korxona va shirkatlarni ilmiy usul bilan idora qilib zo'rayib gullangan bo'lsa, bizda xeyli baylar bor degani bilan New York paychika bozorida peyni bozorga solgan bir Uyg'ur korxonachi, ya'ni eglikchi tek chiqib baxmadi. Bu zamonaviy texnikaning kamchiligidanmi, kapitalning qislig'idanmi va yoki bu haqda izlanish, urinish va amaliy tirishchanligining kamchiligidanmi va yoki hammasining aralashma ta'siridanmi? Hey. Bu temalarni cho'nqurlab o'ylashdan avval ko'z oldimdagi ishlarga nazar solmaymanmi? Kishilar baribir gapga emas, orzu va xiyolga emas, amaliyotga boqadi. Yilqi xususiy savdo boshqarish magistri degan mashhur kitobning avtori Josh Kaufman apandi aniq qilib bunday aytmaganmidi? Eglik tiklashda
iddining o'zi g'azamchilik bir ish. Haqiqiy o'sini girgi to'xtaydigani shu iddini reallikqa aylantiradigan qobiliyatdir. Xo'sh. O'zimla bilsam, iyilik tilash haqida az-to'la izlandim. Kichkina bo'lsin abida tikildim. Nihoyatki, onu zo'raytish ko'ydi bo'layotganda uni o'shik tagdi. Bag'chining ichida shundoq o'z-o'zim bilan mo'nishib ketib o'tib, o'zimni bu xiyoldan tortib chiqara olmadim. Hali ham iyilik tilash niyatimda yong'im yo'q. Men texi yosh. Ammo nemishqa oldi bilan o'zim yashayotgan jamiyatda iyilik tiklashning yo'llari, ya'ni uning usullari va imkoniyatlari haqida tafsiliy va sistemli o'ylab bakmayman. Hech bo'lmadi deganda muhojiratda iyilik tiklagan Uyg'urlar va ularning ichidagi muvaffaqiyat qozonganlarning hikoyasini bo'lsin yozib chiqmayman avval. Ularning hikoyasini jamoatga anglatsam, ahamiyati bo'ladi ehtimol. Yaqinda kitob yozib, pul ma'mul bozor haqida to'xtaldim. Lekin qo'l silib ishlab, amaliy ishdan birini tutib, muhojirat iyilik tilayotgan Uyg'urlarimizning hikoyasini yozay desam, kim bor? Zodi kimning hikoyasini oltimi? Xiyolim shu yerga kelganda telefonim sayrab qoldi. Qarasam, Manbar shtatdagi xususlar iqtidorchiligidagi donliq oliy maktab Worcester Polytechnic Institutining injenerlik fakultetida mashina odam injenerlik bo'yicha yaqinda doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli holda tamomlagan doktor Enim Ahadjondan kelgan telefon ekan. Assalomu alaykum aka, yaxshi turib-o'tamsiz? Yo'qab ketdingiz. 1 milliard dollarlik lotereya chiqib qoldimi nima? Shu pulni sanayman deb bizdek enilaringizni unutib qolyapsizmi? Unutib qolyapsizmi? deb chaq-chaq bilan salomni boshladi. Voy. Atish tutuqlib cho'ng'agan odam menmi, senmi? Bana paran qilsang pulning gibini jiqtaydigan bo'lib olding yaqindan buyon. Ha, to'g'ri. Pul topgan sir pulning gibini qilamib ketyapsan ya. Shu so'z eg'zimdan chiqish bilan ko'nglim pallada yorib ketdi. Tova. Konularning to'g'i minib to'g'i izlash degan o'qish ishlari ba'zida kuchga ega bo'ldi ekan. Rast, buni Ahadjon o'tgan yilning 5ida iyilik tiklashga boshlagan emasmi? Shundan beri necha qatam bordim uning ishxonasiga. Har borganda ko'rdiganim uning ishlaridagi o'zgacha yengillik va yuksalish. Xeyli shirkat qurdim deganlarmi Ahadjonchilik kirim qilolmaydi. Nemishqa Ahadjonning iyilik tiklash hikoyasini chiqmayman. Men Ahadjon bilan salomlashib bo'lgandan keyin uni yana 2 soatdan keyin yo'qlab borsam bo'ladigan, bo'lmaydiganligini so'radim. Chunki ilhom kelganda uni yaxshi tutish kerak. Ya'ni to'mirni qizig'ida so'qish kerak. Ahadjon nihoyat qiziqlik bilan qarshi olganligini bildirdi, har zamondagidek. Shu kuni tushdan keyin men Ahadjonning ishxonasiga bordim. Tövandagi Yolqintog' osmonda parvoz qiluvchidan Boston tuprog'ida iyilik tikilguchi degan mavzuliq asar qisqacha bo'lsa Ahadjonning iyilik tiklash hikoyasidan iboratdir.